Vaziyatni ko'rmayaptamsiz? Tianjin qo'ldan ketgan taqdirdimi? Changjiangchu umi qo'ldan ketami? Xo'shi bilan Stordinning suhbatini tunuyinkiga yezitga besibdi. Davlat armiyasi puttirab turalaydiganlar bo'lsa, Amerikaliklar qo'ltiqadiganlar bo'lsa, qaytarma hujum qilish degan oson ish emasmi? Siz meni vazifaga qo'ysangizlar, mening shtatim maxfiy ishlar idorasiga o'tami? Yo'q. Davlat mudofaa ministrligida bo'ladi. Davlat mudofaa ministrligi maxsus maxfiy xodim avatish harakat boshqarmasi ta'sis qildi. Bu sirtqi tashviq qilinmaydi. Tianjin tarmog'idagi xodimlarni men belgilayman. Bo'ladi. Men qitlay. Yana kimlar bor? Buni bilishingiz hojatsiz. Sizga jazman ayollarmi kerak-ku deyman. Albatta. Muvofiq birisi bormi? Qonun ijro qilish atrofida men bir ayolni ko'rgan. Ilgari mushunda xizmatni ishlab ekan. Meningcha shu muvofiq keladi. U qayerda? Yelimi turmadi-ku deyman. Mushunda xizmatni ishlab ekan. Tajribasi bor. Ismi nima? Shu Baofeng. Shu Baofeng? U qayerda? Isming nima? Shu Baofeng. Sherolinni tanimsan. Men shikoyatnoma yozyapman. Sendan so'rayapman. Sherolinni tanimsan yo'q. Men shikoyatnoma yozyapman. Bu ayolni men ib ketaman. Bugun bo'lmaydi. Tekshirish boshqarmasi bir ishni sezib qolgandek qiladi. Tungi majlisda Chenbinning ishini so'rdi. Nima dedi? Maxfiy ishlar idorasi Chenbinni muddatsiz tutib turibsa bo'lmaydi. So'raydiganini so'rab bo'lgandan keyin uni qaytarib berish kerak. U mutlaq maxfiy axborotni biladigan odam tursa deydi. Ular bir-birini tishlashaversin. Bir ishni ko'nglimga sal gumon tushib qoldi. Liya kun bo'yi timsqilab nima ishlarni qilib yuradi ekan. Shuni bir aniqlab boqsaq bo'ladi. Qanday aniqlaymiz? Qurol yaraq mahkamasi bizga 70 tal to'pancha, 3000 tal o'q saplab berdi. Boxay piloti 4 tane yangi tipdagi telegramma apparati berdi. Boshliq bularning hammasini Liyaga berdi. Uning nima ish qiladiganini hech kim bilmaydi. Siz bir tekshirish buyrug'i ola olasizmi? Qorong'u bozorda meytex surtilmagan to'panchalar paydo bo'lib qopti degan bano bilan u to'panchalarning nega ketganini surishtirib, Liya bilan 100 tran so'zlash fursatini qo'lga keltirib, uning zoti nima ish qilayotganini bilib olsak deyman. Tekshirish buyrug'ini elish tas emas. Bugun bizning suhbatimiz yosh ofitserlar ichidagi Chenbing ziyonkashlik qilish bilan munosabatli bir qancha ustida bo'ldi. Mana bu ismlik. Hech kim bizning suhbatimizning mazmunini so'rab boqmadi. Nurg'un ko'zlar bizga tikilib turdi. Ammo so'rmoq afsus xolos. Ko'zi kundi sunmaydi. Bu ayol uning bilan munosabatli bo'lishi mumkin. To'g'ri. Shu men atrofdagilarni cho'chitib qo'ymay deyman. Favquloddarak so'roq huquqiga ega bo'lsam bo'ladi. Bo'lmaydi, garnizon shtabining tamosi besilish kerak. Albatta. Mening hozirgi barliq harakatim seriq qushqash harakat bilan munosabatlik. Tez bo'ling. Xo'sh. Kiring. Ha. Boshliq. Atrat boshlig'i. Boya qo'mondonlik shtab qonun ijro qilish atrofidagi Liao atrat boshlig'i. Liao atrat boshlig'i, tinchlikmi? Liao atrat boshlig'i, jafo chekdingiz. Qanday ko'rsatmangiz bor? Ha. Liao atrat boshlig'i hali qamalni tekshirish uchun kelibdi. Ishkinglar, paranglashinglar. Men ketdim. Ha, boshliq. Ketmay turing. Bu ishni Liao atrat boshlig'iga sizning tushuntirganingiz yaxshi. Bu ishga siz mas'ul bo'lgandan keyin albatta ishkinglar paranglasizlar-da. Mening bir yig'inim bor edi. Ishkinglar paranglashaveringlar. Men ketdim, ha. Quvtilka. Tekshirish buyrug'i punkt boshlig'ida. O'zingiz ko'rib boqamdingiz? Bo'ldi. Liao atrat boshlig'i qo'mondonlik shtabi uchun tekshiramsiz yoki do'stingiz o'qishib beramsiz? O'tiring. Do'stingiz? Bu nima deganingiz? Men tekshirish boshqarmasining tekshirish buyrug'ini bilaman. Nimani tekshirsiz? U achalarning nega ketganini,
qo'yilgan o'rnini bugun men ko'rishim kerak. Nari ketgani bilan qo'yilgan o'rnini sizga aytishga bo'lmaydi. Sizmi uni ko'rolmaysiz. Ma'qul. Bo'ladi. Amiz xafa bo'lmay tekshirish buyrug'iga imzo qo'yversangiz. İmza qo'ymayman. İmza qo'ydirman desangiz, Nanjingga berib mo'ydor boshlig'inizda. Teatrat boshlig'i. To'la meni qo'rqitma. O sizlarning oqsoqolinglar. Men faqat Shinjongji qo'mondonini taniyman. Men tegishli vazifamni ijro qilyapman. Biz ikkimiz bir-birimizga popoz qilmaylik. Sizga rost gapni deb qo'yay. U narsalarni hech kimning surishtirish huquqi yo'q. Punkt boshlig'ining o'zini chetga olganini ko'mdingizmi? Ma'qul. Men telefon berib olsam bo'lamdi. Teatrat boshlig'i, boshlig'ingizga aytib qo'yishingizni umid qilman. Seri qushqash harakatiga aralashmasin. Men buning qanday qushqa sharkish ekanligini bilmayman. Bu nayt asan. Boshlig'ingiz davlat mudofaa ministrligidan so'rab baqsin. Biz bu yerda bekadin-beka xapilishib qolmaylik. Ma'qul. Ular davlat mudofaa ministrligidan so'rab baqsin. So'rab tepilsa, Viyonjangdan so'rab baqa. Dolomenning telefoni lozim bu. Ağzınızı çayqıb etib gap qiling. Çembinni ma'mum qo'mondonning talabi bilan Mavdar boshlig'i menga avatkizgan. Tozalash ishda odam topshirib olamagan bo'lsa, ular o'zining ishi. Siz to'la kapshima. Xalqning jo'sini menga taraqlatib. Gap bo'lsa shtab boshlig'inglar menga desin. Nima bo'pti boshliq? Chembin beypinga bormabdimi? Baramdı, barmamdı. Bizning nima chatig'imiz? Undaqa emasdi. Mening odamlarim qaytib kelib bo'ldi. Odamni tozalash ishtining odamga topshirib beribdi. Kim biladi, u askarlarga yana nima balo bo'ldi? Mubada Chembinga bir ish bo'lsa, jazman armiya ishchilik uning bilan zidiyat va ofitserlar qiladi. Rostla ish chiqami? U degan nurg'un muhim maxfiyatliklarni biladigan odam. Doktorxonada yotganda u bir parcha xat topshirib olgan. Uning ishchiga bir pay o'q selingan ekan. O'z vaqtida uni biz o'tkazib olmasak bo'pti ekan. Yo'q, boshliq. Men ba'zi masalalar ofitserlarning surishtisini qilay degan edim. 151-loyning jang qilish boshqarmasining 86-jun shtabining hammasi Bowdengoroyning odamlari. Hozir men ularni davomli tekshiraman. Sichang. Tianjindan qo'ldan ketish ketmasligi nimaga bog'liq? Bir necha o'g'irliqchi ish qilib yuradigan ofitserlargami? O'g'rirdek timis qilib yuradigan josuslargami? Kulkilik gap. Son-sanoqsiz askariy kuch saqlab yotgan shahar qo'ldan ketdi. Janglarda chaliq to'plarni yaratgan shuncha ko'p qo'shin tarmar bo'lib ketdi. Uning sababi nima? Biz texbiyada axborot to'playmiz, sotqinni tutimiz, guruh bazalarini tekshirimiz deb Tianjin qo'rg'onini saqlashga urinyapmiz. Kulkilik emasmi? Boshliq. Nima bo'ldingiz? Men xatolik o'tkazsamkan, amlim ip tashlansgan deyman. Aldamchilik mushundaq davomlashaversa, o'zimizni oldiganlik emasmi? Danga. Ems qanday qilamiz? Tirik qilish, hayot kechirish kerak. Sizning ayni yil bizga bergan ta'limingiz yelimi yodimda. Uni unutib keting. Suyping bilan pinhon bir joyni tepib, tinch turmush kechiringlar. Tianjinda umid qolmadi. Changjianing shimolida umid qolmadi. Biroq men kurashni davomlashtiray deyman. Yosh vaqtimda menmi kurashchan, pok edim. Qarang, hozir nimam qoldi? Qiyrilik bilan xiyonat qilgan ashu narsalar qoldi. Sizning yana shovjonliq unvoningiz bor. Siz texi yosh. Baldur tunib yassingiz, baldur qutulasiz. Sizcha. Men rostla sizning kelgusingiz uchun ko'ngil bilyapman. 63-92, 63-60, 78-53. Tugidi. Bu chaqiriqni bir soatdan keyin. Bugun qisqalig'i.
nima debdi? Çembin yetib keldi. Hamkorlik yaxshi bo'ldi. Ata eng oxirgi ko'rsatmani kuting. Eng oxirgi? Biz chekinadigan bo'ldik. Vaqti kelganda sinaratlar yomg'irdak yog'di. Ondan keyin g'olibiyatning daqdumig'i yangraydi. Eshikni och. Beshini ko'tar. Shuybafin qani? İp ketdi. Kim? Məxfi işlər idarəsinin adimi. Komandalıq işlərinin fəvqəladə yetkiş yuxturish bar ekan. Qachon? Keşik tamaqxonasida. Nima chiqib oldir demaysan? Çatak. Buncha kechada nima ish chiqqandi? Anglısınız bilsiz go. Vay, Uy muavin boshliqmi? men shu. Levatarat boshlig'imi? Kechiring. Buncha kechada sizni avvar qildi. 86-jun haqida ba'zi yangi ahvollar bor edi. Nihoyat jiddiy. Biz ko'rsak bo'ladi. Bu kechada nada ko'rishamiz? Bo'lmasa, men o'yim kelamsiz. Ma'qul. Men hozirla boray. Cho'qim cho'ng ish chiqdi. Bo'lmasa men buncha oldirib ketmaydi. Jazman cho'ng ish chiqdi. Bundaq vaqt sovuqqan bo'lish kerak. Levsan men seni ün ilishga qandoq majburladi? U bir yig'iz dedi, men bir yig'iz takrorladim. Sen ün olg'ini ko'rdingmi? Yo'q. O yushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. U Sherolini tonimdi ekan. Bilmayman. Sheyrolin uni tilg'ab baxmagan. Qap qilib men bilan ishlashni xohlamsan. Qolaysiz bo'larmikin? Men tanıydiganlar ko'p. Qimoqxonag'im bir muncha qarzim bor. Qarzingni to'layman. Xotirjam bo'l. Sen ma'qul bo'lsanglar, seni andishidan xalos qilaman. Onunğa nurg'un pul ketadi. Pulning nayti tezla ro'li qolmaydi. Qancha lozim bo'lsa, shunchalik olsaq bo'ladi. Ma'qul. Men nima ish qilib beraman? Leya nihoyat dal hisoblab. Biz tushdan keyin uchrashganda Shuybafingni ep chiqib ketibdi. Nima ishga hech kim ep ketanmaydigan qilib, alayda o'rinlashtirmadingiz. Shundoq o'rlashtirgan. U nihoyat to'liq tayyorlik qilibdi. Qo'mondonlik shtabidan favqulodda yutkash yuqtirish ilyapti. Uni hech kim to'siy olmaydi. So'yping oshkorlanibdi. Shuybafing ep ketilgandan keyin sizmi nazoratga ilinsiz. Jazman shunday bo'ladi. Mening bu yerga kelganimni ular biladi. Orqamizga odam tushmagan holatdami? Telefonimiz tanishiladi. Qanday chora bor? O'zimizni tamkin tutaylik. Sherolin o'ldi. Hamishni shuni g'ishtirib qo'yaylik. Siz Sherolin menga pul berib, Shuybafingni qamatgan, so'zini unalg'uga og'izganda. Tushundingizmi? Tushundim. Endi asosan ochiq o'yin o'ynaydigan bo'ldik. Ammo ularning qo'lida men to'g'riliq paket yo'q. Bir nima qilolmaydi. Ha? Liya bilan suhbatning natijasi qanday bo'ldi? Pozitsiyasini ayt qattiq qilchi moslashmadi. Yana Liya seri qushqa sharikni tilga oldi. U aychalarni musharkatga ishlataman deydi. Meni surishtirgili qo'ymadi. Ser qushqa sharkiti? Men nima ish bilmayman. Bu jang harakatimi do'ya? Necha 10 tal tapancha nimagdal o'latdi. 4 tane telegram aparatdi. Yaxchivak cheket kutsa seri qushqash oqida Parzim xato bo'lmasa
Jangdagi mag'lubiyatdan keyingi tayyorlangan suqinish plani bo'lishi mumkin. Şuybofingning ishi oshkorlangandan keyin maxfiy ishlar idorasi sizni cho'qim tutadi. Esingizda bo'lsin, biror ish bo'lsa, hamma ishni Sherolinga yuklab qo'ying. 1-2 kun ichida men sizni qutuldirman. Yana qatnash punkti darhol ishga kirishsin. nima ish qiladi? Suypingni shahardan yo'lga soladi. Qandaq? Nima cho'ng ishkan? Siz qutuldirgan Hilq Şuybofing Liyaning qo'liga tushib qopti. Şuybofing? U teqib bormidi? U chaqda uningdan boshqalar foydalangan, o'zi gunohsiz deb yumshoq qo'lliq qilib saptiman. Mana endi cho'ng ish chiqdi. U hozir nada? Men uni ujuqtirib o'tay. Bo'lmaydi. Suyping. Sizning hozir qiladigan yangi vazifangiz bor. Nima vazifa? Men qat'iy o'rlayman. Chekining. O'zim yolg'iz? Yolg'iz. Yo'q. Siz bilan birga turman. Suyping. Biz xotin bo'lib osmon zamonga ta'zim qilib o'jiriga kirib bo'lgan tursak, yana meni qechib ketadi deb ansiramsiz. Sizga xavf yetishini ansirayman. Sizni qo'g'dayman. Siz bu yerdan ketsangiz, men yolg'iz bo'lsam bak qolaylik bo'ladi. Xohlagan vaqtda ketalayman. Ikkimiz birga bo'lsak, menga bak qolaysiz bo'ladi. Uning ustiga Şuybofing Liyaning qo'liga tushib qolgandan keyin siz oshkorlab bo'ldingiz. Siz bu yerdan ketsangiz, meni eng yaxshi muhofazat qilgan bo'lasiz. Ketmasam faqat bo'lmamda. Faqat bo'lmaydi. Hozir tayyorlik qilay. Qachon mangaman? Atay. Mayadan qayrilib bu tarafga menib, Mayadan o'tayotganda bir rekshchi sizdan Janubiy bozor teatrxonasiga boramsiz deb so'raydi. Siz yo'q deb darhol mangsiz. Agar u agishib kelib, turlik malla bozoriga boramsiz deb so'rsa, uning rekshchisiga chiqsiz. U sizni yana bir qatnash bekitiga olib bordi. Shahar atrofida bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Buni ilvasan bo'lamdi. Elib nim qilasiz? Az qaytib qolamikin deyman. Hozir sirt shuncha qalaymi qantursa. Bo'ladi. Amsa uni qo'l so'mkangizga selib oling. Boshqa hech nima olmang. Esingizda bo'lsin, jazman odati bozorga chiqqanga o'xshash bo'lsin. O'xshash bo'lmaydi. Qaytib kelamayman. Qaytib kelasiz. Chapsam men vaqt to'shdi. Ayting. Ozodlikdan keyin bu yana bizning uyimiz bo'larmi? Balkim. Mushada sizga tamoq etib yana necha bola tug'ib beraman.
Qani, siz Janubiy bozor teatrxonasiga boramsiz? Yo'q, manaman. Siz turlik mallar bozoriga boramsiz? Kuomintang hökuməti Amerika, Angliya, Fransiya, Sovet İttifaqıdan ibarət 4 dövlətinin Cungoda turuşluq konsulluğa əsdilik tapşırıb, bu 4 dövlət hökumətinin Jongyang hökumətiga Tushdan burun Yuzaçing Şuybavfengning izderigini qiladiganға amal topolmadi. Balkim bu halqida Liya uningga fursat qoldirmagan bo'lishi mumkin. Ammo Liya nemishqa medir-sidir qilmay turib oladigandı. Go'yo hech ish yuz bermagandek. Yuzaçing muallaqda turib qolgandek, yo oldiga, yo orqaga mangmay saqlab turishqa, kutilmagan bir o'zgarishning to'satdan yuz berishini kutib turishqa majbur bo'ldi. Eliqil yavsa men turmada Şuybavfengni majburlab gap qildirib, uni Unalg'uga elib olib, ondan uni mening gapim bilan aralashtiribdi. Mo'min boshliq ep chiqqan Unalg'u lentisi mushundaq paydo bo'lgan ekan. Undaq bo'lsa, uning xotini bilan Şuybavfengning Unalg'u lentisining rostligini qanday isbotlag'ili bo'ladi? Men Şuybavfengni topdim. U guvohlik berdi. U qimavozga kim guvohlik berdi? Boshliq. Muavin boshliq ayolni yo'chirin ketkizib etibdi. Yo'chirin ketkizib etibdi? To'g'ri. Yavsa men odam chiqarib yo'l qisabdi. Hozir u qayerda? Mening kontrolligimda. Ishonamanki, keyingi qadamda uni og'il keladiganini cho'qim kommunistlar. Ular nihoyat tezlik turg'ichidi. Uning kompartiyaning shpioni yoki emasligi tezla aydinlashidi. Yavsa men kommunist chiqdim, ha? Yuzaçingmi shundaqmikan? Buni men bir nima deyolmayman. Ammo uning oldiga chiqqan odam kommunist bo'lsalar, ular bir uvining bo'risi degan gap. Halbuki yaqindan beri ularning bodikelsi nihoyat quyuq bo'lib ketgan edi. U vazifani men topshirgan. Hozir ba'zilar armiya ichida ish tug'dirmoqchi bo'lyapti. Boshliq, hozir favqulodda mazgil. Men muavin boshliqning harakatiga vaqtincha cheklim qo'yishni taklif qilaman. Ya'ni elishamsiz? Uning kommunistligini topmay qo'ymaysiz. Yuzaçing bilan etishmaslikqa va'da bergan emasmidingiz? Hozir ikkinlarning zimmisida ig'ir vazifa tursa, dana nima ajiti? Agar Söpin kompartiyaning ishpiyoni bo'lmay, Liaosamin muavin boshliqqa yordamlashib, uning xotini yo'lga selish bergan bo'lsa, vaqti kelganda siz nima deb tushundirasiz? Men deydiganni dedim. Agar siz yana ishamasangiz, mening amalim yo'q. Meni nimaga ishondaysiz? Meni Yuzaçingning harakatini cheklang, uning xotinini kommunist deysiz. Lekin fakitingiz bormi? Qiziq gap bo'ldi-da bu. Men sizga ko'stiman. Wu Jingjong Yuzaçing bilan Suypingdan gumonlanmaydi emas, gumonlanishga erinadi. Uning xotini Suypingni birlik Guangzhouga bering desa, Suyping unimidi. Bu Yuzaçingning fikri bo'lishi mumkin. Yuzaçingning yo'qmidi? U bularni o'ylab boshqa ep chiqamidi-da, o'ylaverishni xohlamadi. U urush boshlangicha tinch aman turib, bosh shtabning uni yo'tkab ketish haqidagi bo'yrug'i tushsala, hamma ish oxirlashadi. Oh. Yuh. Mana, mau kiyim. Siz uni almashtirib mushad meni saqlab turing. Men aloqasini izlab baqay. Oqshomda qizni olib qo'ydi. Bu qayer? Bu yer mening yurtim. Tutashmagan rayoni. Odam yo'q. Xotirjam bo'ling. Qoral bormi? Yo'q. Dushmanga uchrab qasam qanday qilaman? Agar biror so'rab qolsa, mushu uyning kelinida hech ish bo'lmaydi. Siz qachon qaytib kelsiz? Davan kenti biyak 6 chaqirim keldi. Tezlik qaytib kelaman. Tezroq keling, amsa. Men mushat saqlayman.
Yu xonim, siz bu yerda tursiz-ku. Sizlar xato tunib qaldinglar-ku deyman. Bu mening uyim. Xato tunib qolmaymiz, Yu xonim. Men esingizdimi? Ha, sizmitdingiz? Keyin siz nima ketdingiz? Qisam gap uzun, keyin deyishaylik. Hozir biz mush yerda birga saqlaylik. Kimni saqlaymiz? Siz saqlayotgan odamni-chi? Yo'ldosh Suyping, biz birga ishni qilsak, yana sizning kommunistlarning ishpiyon ekanligingizni isbotlasak bo'ldi. Nima deyapsiz? Men hech kimni saqlamadim. Bu yerdan o'tib ketib deb usulli qichib olay deb kirdim. Ha, men mangdimamsa. Qamarda. Meni qo'rqitmasangiz-chi? Yaxshisi, ularning gapini anglang. Agar sizni ep ketadigan odam kompartiyaning bo'lmasa, sizga yetish bo'lmaydi. Ma'qul. Saqlaylik. Pushaymon qilib qolmanglarmisa. Vay. Siz Yuzochin efendimi? Ha, men shu. Bir do'stingiz sizga bir parcha xat qo'yib qo'ygaydi. O'z qo'lingiz bilan ilib olsangiz bo'ladi. Qayerda? Chifeng mehmonxonasida. Nayt yaqin, sizning yiningizdilar. Xatni qoldirgan odam mening qanday do'stim ekanligini aytdimi? Aytmadi, faqat shu bir muhim. O'z kelib akasun dedi. Ma'qul. Rahmat sizga. Boshliq, uning do'stining xatini ko'rib baqingiz yo'qmi? Sirliq bir ishlar bu. Mulozim, men Yu apandi bo'laman. Boyiq telefonni siz berganmi? Ha, Yuzochin, Yu apandi bo'lamsiz. To'g'ri. Xat qani. Ha, mana bu yerda. U odamning siyoqi qanday Ha, bo'ldi? odatdagidek, rikshichidek turdi. Rahmat sizga. Arzimaydi. Zicha. Nima ish qilyapsiz? Bir xatni aql kelgandim. Sizlar bu yerga kelib qolibsizlar-ku. O'tib ketyotgandik. Sizning bu yerligingizni ko'rib qoldik. Ha. Yu apandi, tushdan keyin soat 4dan 45 minut o'tganda 5 tal cho'ka oltin elib Fujiu choyxonasiga bering. Kechikib qolmang. Xotiningiz bizning qo'limizda. Bo'lmasa o'ldirib etamiz. Nima bo'ldi? Ha? Suypingni tutqun qilyapti. Tutqun qilibdi. Uyda odam yo'qmi ekan? Bo'lmadi. Men uyga yurib qarab boqay. Odam elib, men siz bilan birga boray. Yo'q, agish olmang. Ularni cho'chitib qo'ymaylik. Hech kim bilib olmasin. Siz o'rinlashtirgan qudayman. U o'z o'rinlashtirgan-ku deyman. Ammo naytni tezla aydinlashdi. Nimalarni qilyotadigan sizlar? Safaringiz shuncha yiroq turibmi pulni jiqroq ilib olmabsiz-a? Suv ichman. Ular ikki odam ekan, uni akirib ketdi. Tez.
Yuşurmay. Yoldaş, yoldaş. Yo'lda Suyping. Men shu. Muhasira bek chinkan. Chiqib ketammidoq. Bir yerga yushirni bilib, ozodlikni kuting. Ben özüm verip sözleşey. Adam tutkum yok. Siz sözleşip bo'lgandan keyin qo'l solaylik. İşimga aralashmoqchi bo'lma. Hozir boshqa gapni qo'yaylik. Odamni qaytarib olish muhim. Bilib turibdiman, birsi menga Astriddan qas qilyotdi. Xap. Bu ishni tugitib olay. Uni o'ldiratmay qo'ymayman. Yüzachingga ayonki, bugun oqshomdan o'tib ketsa, Suyping bexatar bo'lib ketadi. Uning bu o'yinimi oxirlashatdi. Liyaning qo'lidagi Shuybaofengning tahdidimi yo'q chiqatdi. U intayin andishida qolganda ko'ringani bilan ko'nglida Liyaning seriq qushqash harakatining ilgirlishining qanchalik bo'lganini, ismlikning nadiligini o'ylayotdi. Atrat boshlig'i. Chatoq bo'ldi. Nimaga o'di qilsan? Ikkinchi guruhidan cho'ng chatoq chiqibdi. Qandoq chatoq chiqibdi? Kimlar bilan uchrashib qoldikin tang. Shovon kentida hammasi portlab o'libdi. Mao Funshigavning qo'l soati. Mao Yu xonimning sumkasi. Mana Mao ayol kishining biligi Yu xonimning bo'lsa kerak. Ya'ni Chipomo Yu xonimniki. Tirikidan birsimi yo'qmikan? Shuybaofengchi. Tepilmadi. Yarim yo'lda qochib ketgan bo'lishi mumkin. Mumkin emas. Bunchalar qattiq portlagan nima bu? Kentkilarning aytishicha, yoshirin sinor etgan. Haras kommunistlarniki ekan. Yoshirin sinor et? Mumkin emas. Bir ayolning jasadi bormikan? Qo'laplamdiq. Qamalsizligiga bak yaqin. Kommunistlarning yoshirin o'qlar bak ko'p. Puhralar qo'lig'ini unamaydi ekan. Olvosda urgandek ish har kun chiqib turdi ekan. Shuybaofengni davomli izdanglar. Buning qanday ish ekanligini u cho'qim biladi. Nima gap bu? Bu gap rasmi. Raskanda. Tutqun qilg'ichilar uni o'ldirayotgan o'xshaydi. Qo'riq gap. Bu shundaqmi o'ltirayotgan hadi ba. Siz hozirla oydinlashidi da'vat qo'ydingizku, ha? Oydinlashqini mushma? Shuni deyman. Nadin kelgansin artdi. Boshliq. Qaytib keting. Men bu yerda Suypingni saqlayman. Ular endi kelmaydi. Suyping tepildi.
Suchang, sabr qiling. Keyin qandaqli ish bo'lsa, meni xohlagan chog'da izlasangiz bo'ladi. Suypen ketib qapti. O'zingizni asrang. Rasmıdı? Qıltaqmıdı? Uzun yıllık sukunuş onun nervelerini her vakit ciddi hareket qilishga ko'ndirib etgan edi. Yüz açın bunun bir qıltaq bo'lib kelishini, Suypenning hayot bo'lishini umid qilatdi. U bundaq kuchlik portlashni faqat Suypengdagi heliq qo'l bombaslar hosil qila oladiganligini bilatdi. Uning ko'nglida yana nihoyat ojiz umid ushqini saqlangan edi. Rasmıdı yoki qıltaqmıdı? Tügidi. Bu chaqiriqni 1 soatdan keyin yana takrorlaymiz. Suypen qurban bo'ldi. Sizga xavf bor. Tez chekining.